husnbuzar paydo bo'lishini men sizlarga rasmda ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Kelib chiqish sababida mana bu yog' bezlari yog' ishlab chiqaryapti ko'p miqdorda. Bu yog'i yo'li yopilib qolyapti, o'lik hujayralar va yog' bilan to'lib va natijada probka hosil bo'lib, probka ostida bakteriyalar ko'payyapti. Bu esa terida ostida yallig'lanish paydo qilib, har xil yiringcha, tuguncha, komedonlar paydo qilyapti va undan keyin dog'lar va chandiqlar qolyapti. Men sizga husnbuzar paydo bo'lishi va davosi haqida to'liq kurs darslik tayyorlab qo'yganman. Uni qo'lga kiritish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring. Hop, akne sabablari. Birinchisi gormonal o'zgarish. Balog'at yoshida gormonlar ko'tarilishi, hay siklining qizilda buzilishi, ayrimlarda homiladorlik paytida yoki homiladorlikdan keyingi emiziklik paytida gormonal o'zgarishlar hisobiga husnbuzar toshmalari kuchayadi. Ikkinchi sabab ovqatlar, tez hazm bo'lgan uglevodlar va fast foodlar, gazirovkalar kuchaytiradi. Stress, doimiy stress kortizol oshishiga va toshma ko'payishiga sabab bo'ladi. Noto'g'ri kosmetika, uxotni noto'g'ri qilish bu poralarni bekilib qolishiga va har xil akne toshmalariga sabab bo'ladi. Va eng asosiysi irsiy omil, ota-ona qarindoshlarda husnbuzarga moyillik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu yog' bezlaridagi retseptor sezuvchanlik bo'ladigan bo'lsa, bu toshmani o'rta og'ir darajada ketishiga sabab bo'ladi. Genetika muhim rol o'ynaydi. Teriga noto'g'ri qarash, ya'ni noto'g'ri parvarish qilish va boshqalar. Mana bu joyga e'tibor beringlar. Akne, ya'ni husnbuzar davolanadi, lekin sabr va to'g'ri parvarish talab etiladi. Davodan keyin ushlab turuvchi davo zarur. Aknening davosi bugungi kunda davodan maqsad yallig'lanishni kamaytirish va issiq qolmasdan va shu joyga e'tibor bering. Maslahat: sabrlilik bilan davolanishni davom eting. Natija 4-8 haftada ko'rina boshlaydi. Davo darajasiga qarab og'ir darajada